Banka ketibsan, banka yopqichni olib olib. Ha, ana qo'shnimiz Zamira momon banka javob berganda, shunga banka broshlarni berib tur dedi. Men o'lganmanmi bu uyda? Mendan nima so'ramaysan? Indamasa hamma narsani olib chiqib berib ber. Uyga olib kirishning o'rnida sen ko'chaga olib borib tashib ber, bo'ptimi? Rezasini o'ldiradi-ku buni. Qanday o'g'an bo'lsang, qiz. Tez nemedlinni joyiga qo'yib qo'y qani. Aya, bekar qism jo'ganimiz yo'q-ku, nima qilardi? Berib tursangiz. Boshimda ortdan meni bani joyiga qo'yib qo'y. Bunchi Aya, Ha, nima xizmat? Nima deysan? xizmat deyverasizmi aya? Shaharga chiqib ketsam dedim-da, oyog'imni pedikir qildirib kelsam, shunday tomonlarim jorib ketgan, tapchi kiyishga uyalayapman, jonon oyog'im. Menga qara, pedikir deysanmi? Og'rimagan boshimda og'ritib, bugun hamma gilamlarni juvamiz deb o'tiribmiz. Gilamlar hammasini chupib olganimizdan keyin nerga asfaltga chiqasida yaxshilab ishqalaversin, tovonim top-toza bo'ladi, tuxum archilganday bo'ldi. Mana menikini qara, har kun tovonimni mana ishqalayman. Taban jiyib ketgani yo'q, hech bir qilmaydi. Boshimda o'rtasan. Seni betingdan top-toza mening oyog'im. Borib tur, men ko'zimga ko'rinma. San buzasan. Menga qara, orzu shunday boshim yomon og'rib ketyapti. Yostig'im tagida boshaq dor turibdi, shunday olib chiqib ber menga. Buni suv bilan ichib beray. Yo'q. Nima deysan? Yo'q deysanmi? Yana bir qaytar? Men kecha psixologga bordim. Yo'q deyishni ham bilish kerak ekan. Men yo'q deyishni o'rgandim-da, aya. Sen menga yo'q debsanmi? Sen shu psixologingga borib, onangga yo'q deyishni o'rganib keldingmi? Sen to'xtab tur, sen shu psixologing bilan o'zingni borib qo'shmazar qilib kelasan. Orzu, kunda men so'rab kelsa, yo'q deb aytgan bo'ptimi? Birpas uxlab olmasam, buni issiq shunday miyamni yeb qo'ydim. Davringni mashq qilib uxlab olgan bo'ptimi? Aya. Sizda-chi, ana momom so'rab keldi. Yo'q deb aytdim bu. Esimdan chiqib bor deb yuribman. Vele. Bir pasga uxlatgani bermasin. Chiqag'im.